Tushda atirgul ko'rishning ta'birlari. Tushda gul ko'rish, ayniqsa atirgul ochiladigan faslda bo'lsa, juda yaxshi hisoblanadi. Qizil atirgul farzand va hurmatdir. Gullar bo'ladigan fasldan boshqa vaqtda ko'rgan har qanday atirgul xafagarchilik, qiyinchilikdan darak beradi. Sariq atirgul qo'lma-qo'l bo'ladigan ayol demakdir. Uyda atirgul o'sganini ko'rgan kishi, qora atirgul aslo unutilmaydigan, umri qisqa muhabbatdir. Ayol kishining atirgul ko'rishi bevafo, shafqatsiz er yoki erkakka yo'yiladi. Ochilmagan atirgul homilador ayol uchun bolaning nobud bo'lishiga ishoradir. Tushida o'ziga atirgul taqdim etganini ko'rgan yigit uni bergan kishiga bir narsa va'da qiladi, ammo so'zida turmaydi. Tushida atirguldan toj kiyganini ko'rgan kishi dushmani bilan turmush quradi. Tushida atirgul to'plash quvonchdir. Atirgul butasini ko'rish yaxshilik qilgan kishilarga amal qilinmagan ilm va so'zga ishoradir. Tushda atirgul suvini ko'rish halol rizq, qalb va ilmning go'zalligi, o'lim yoqasidagi bemorning sog'ayishi demakdir. Atirgul suvi erkak uchun rafiqa, bokira qiz uchun er deb ta'bir qilinadi.